Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Va bugun 3-kun Farg'ona katta kanali Utarman qishlog'idamiz. Ona bola tushib ketganligi aytilyapti. Bolani qo'rqitmoqchi bo'lib ona kanal bo'yiga olib kelgan. Bola siqonib ketib kanalga tushgan, so'ngra ona qutqarib olish uchun tushib ketib, ikkalasi ham cho'kib ketganligi aytilyapti. Lekin men bu narsaga juda ajoyib ichimda g'alati narsalar o'tyaptiki, bu qishloq ahliga Rishton o'sha cho'kib ketgan qishloqdoshlari kelishib 15 ta joyda post qilgan. Har bitta joyda 4-5 tadan bola kechasi bilan qo'limizdan kelgan sharoitni qilib berdik. Yoritqich, suvri, ko'rpa to'shak, choy deganda bularga shetta semenda almashib, bir sutkadan turishib, borlari bir-birlariga oqibatini, mehrini, muhabbatini ko'rib bir ajoyib ta'sirlandim. 3 kun oldin bu qishloqda janoza bo'lgandi, shunga o'tgandim. Bu janozada ishtirok etib, janozadagi odamni ko'rib, bu kattaroq odammikan degan xayol o'tdi. Yo'q, bu qishloqda oqibati shu darajada ekan. Havas qildim Rishtonliklarga. Hurmatim yana ham oshdi. Rishtonda Obid akam, Ahmadjon akam, Zohidjon ukalarim bor edi. Bu insonlarda tarbiyaligi qaytdan desam, o'zi muhit tarbiyali ekan. Qo'y. Rishton ta'zimdaman Rishton xalqiga. Rahmat sizlarga. O'zbekligidan faxrlanishni ko'rsatib qo'yadigan namuna bo'lyapti bular. Qoyil qolmasdan ilojim yo'q.